Sudandagi urush IRSFning birligi buzilmoqdami? IRSFning birligi yorila boshladimi? Bu haqda Fransiya 24 nashri Bastien Renouil xabar bermoqda. Hormuz bo'g'ozi neft rivojlanishi Suriya uchun imkoniyatlarimi? 14 yillik fuqarolar urushidan keyin sarmoyaga muhtoj bo'lgan Suriya, hatto Fors ko'rfazidagi mojaro tugaganidan keyin ham o'zini yangi energiya yo'lagi sifatida ko'rsatishi mumkinmi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining yadro nazorati tashkiloti Eronda o'z nazoratini nazorat qilishlarini bajara olmayotganini aytdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Erondagi boyitilgan uran zaxiralarining hozirgi hajmi, tarkibi yoki qayerdaligi yoki Eron boyitish bilan bog'liq barcha faoliyatlarni to'xtatganligi haqida hech qanday ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. MAGATE yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning kafolatlar bo'yicha kelishuvi bo'yicha o'z zimmasiga yuklangan kafolatlar bo'yicha majburiyatlarni bajara olmasligidan ogohlantirdi va Tehron ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi ajralmas va shoshilinch ekanligini qo'shimcha qildi. Fevral oyidagi so'nggi hisobotdan buyon MAGATE inspektorlari tomonidan Eronda tekshirilgan yagona yadroviy inshoot 1-3 iyun kunlari tashrif buyurdi. Fransiya harbiy samolyotlari bir hafta ichida Boltiqbo'yida Rossiya samolyotlariga 11 marta bostirib kirishdi. Rasmiy bu hodisalarni odatdagidan ko'proq provokatsiyalar deb baholadi. Missiya Estoniya, Latviya va Litva havo hududini himoya qilish, ularning mudofaa qobiliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun NATO qiruvchi samolyotlarini navbat bilan joylashtirishni o'z ichiga oladi. Samolyotlar qo'riqlanadigan zonaga kiradigan noma'lum yoki mos kelmaydigan samolyotlarni ushlab turish uchun yuboriladi. Matbuot kotibi Guillaume Vernetning haftalik brifingda aytishicha, tutib olishlarning bunday noodatiy yuqori chastotasi, xususan, xuddi shu davrda Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumiga mezbonlik qilgan Moskvaning mushaklarini burish niyatidan dalolat berishi mumkin. Boltiq dengizi havo politsiyasi Rossiyaning Davosga javobi butun o'nlab yillar davomida tinchlik yoki urushga qarshi qarashlarga duch keldi. Yorqin Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ba'zi ishtirokchilar Rossiyani kurashni davom ettirish va G'arb bilan global qarama-qarshilikka tayyorlanishni targ'ib qilishdi. Aksincha, boshqalar yaqinda Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Sankt-Peterburg neft terminali va dengiz bazasiga zarba berib, shaharning ayrim qismlari ustidan tutun ko'tarib, urushni deyarli forum ostonasigacha olib kelgan mojaroga barham berishning iqtisodiy foydasini ta'kidladilar. Ushbu qarama-qarshi rivoyatlar Rossiyaning siyosiy va biznes rahbarlari o'rtasida mamlakatning kelajakdagi yo'nalishi bo'yicha jiddiy ichki munozarani ta'kidlab, Ukrainadagi 4 yildan ortiq davom etgan urushdan keyin Putinning qarorlarini shakllantirgan ichki ta'sirlarni ochib beradi.